Hammaga assalomu alaykum. Bugun Melbit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Kirganimizdan so'ng mana yerda vhod bu o'zingizning eski akkauntingiz bo'lsa, shuni yozasiz. Men birinchisidagiga, men bu registratsiya bo'limiga o'tamiz bizlar. Chunki bizlar agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsak, registratsiya bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan 3 ta bosqich orqali o'tsak bo'ladi. Va'dna kliki, telefon, pa email. Bu o'zingizning Gmailingiz orqali, Gmail endi sizlar nima deysizlar shu. Va'dna kliki bu tez va oson o'tish yo'li. Pa telefon bu endi boshidan birdan telefon raqami orqali o'tish. Bu bizlarga hozir muhim emas. Bizlar keyin ichidan to'ldiramiz telefon nomerni. Va'dna klikini bosamiz. Bu yerdan strana o'zingiz turgan davlat, Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston, Melbitda ichida dollarda 50 yevro, mana bu yerda rubl ham bor. Rubl yozsangiz, chiqib keladi mana rossiyskiy rubl. Bizlar so'mda o'ynaymiz. Sport degan joyiga hozircha emas. MT701 promo kodini kirgizamiz. Kirgizganimizdan so'ng mana bu yerda bonuslarini ko'rsak bo'ladi. Casino va games o'yinlariga 215 million so'm bonus plus 290 ta bepul spin beradi. Agar sportga stavka qilaman har doim deysalaringiz, sport tanlaysizlar. Casino ham o'ynab turaman deysalaringiz, mana bu ko'proq bonus beradi Casino va games. Registratsiya. Ya'ni robot. Bizlarga akkaunt ochildi. Buni bitta skrin urib olamiz. Erta akkauntimizdan chiqib ketsa, yosh bolalar qo'liga tushib telefon kirib olishimizga oson bo'ladi. Mana bu yerda tepada настройка bo'limi bor, unda turadi. Keyin mana bu yerda birdan pul to'ldirish va chiqarishni o'rgatib ketaman. Men kashlikchani пополнить счет deganida shotimizni to'ldiramiz. Humo bor, Uzcard bor, Payme bor, Payer kriptovalyuta orqali to'ldirsalaringiz bo'ladi. Mana bu вывести minuscha, kashlikda oltda minuscha turgani shotdan pul yechib olish. Humo, Uzcard bor, kriptovalyuta, Payer bor. Kimga qanday udobni shunday yechib olaveradi. Mana bu yerda tepada mana zaryadkani oldida odamcha turibdi. O'shanga bosamiz. Заполнить данные deganga buni to'ldirishimiz shart. Ismimiz, familiyamiz, отчество, data rождения bu tug'ilgan sanangiz, oyingiz. Место рождения bu